Avtomobillarda nima uchun benzin asosi tez ketadi? Buni sabablarini bir boshdan sanashni boshlaymiz. Sizlar bemalol xotirjam o'tirib, assalomu alaykum do'stlar. Videoga oldini like bosib qo'ysalar ham xursand bo'lamiz. Endi benzin asosi nima uchun tez ketadi? Buni omillarni sizlarga sanashni boshlaymiz. Benzin asosi bu sifatli sifatsizga ham bog'liq. Agar sifatli benzin asosi qo'ysangiz, umri uzoqroq sizga ko'proq xizmat qilib beradi. Endi bu sifatli sifatsiz emasligi bu birinchi o'sha bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa benzinda kam qo'yishingizdan keladi. Deylik, siz har doim 5 litr, 10 litr benzin qo'yib, uni benzinni tugatib yurgan bo'lsangiz, mashetdan kelib qoladi. Qarang, mashetdan benzin bo'lib yurgandan keyin benzin asosida bilasizmi, nima sovutib berib turadi. Aslida benzin asosida bu benzin sovutib beradi. Siz agar 20 litr, 30 litr qo'ysangiz, xuddi mashetlardan yuradi. Benzin asosida benzin sovutib beradi, hadeb qizib, tez kuyib qolavermaydi. Ana endi ikkinchi omili ikkinchi omilimi shunaqa hozir. Ikkinchi omili deylik, kam benzin qo'yapsizmi, u benzin asosi tez ishdan chiqadi. Va endi uchinchi omilga keladigan bo'lsak, bu sifatsiz benzinga keladi. Agar siz sifatsiz benzin qo'yib yurgan bo'lsangiz ham, bu tez kuyadi. Siz deylik, avtomobilingiz 92-95 ga moslashtirilgan bo'lib turib, siz 80 qo'yib yurgan bo'lsangiz yo qanaqadir benzin arzonroq benzin qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, buni ishlarni mag'allantirib, tezda kuydirib qo'yadi. Endi bu uchinchi omili, to'rtinchi omili bo'layotgan bo'lsa, bunga kelyapgan toki. Bunga keladigan tok balans o'zgarib yo pasayib yo ko'payib ketgan bo'lsa, yo qayta zamikani bo'lgan bo'lsa ham benzin asosi tez kuyadi akalarim. O'z aslida bu benzin asosi kuyishining sabablari juda ko'p. Mana 4 ta omilni sanadik. Endi 5-omili bo'lgan bo'lsa, buni davleniyasi qancha bo'lishi kerak degan ko'ramiz. Buni davleniyasi bakda o'zida hamma avtomobillarga har xil bo'ladi. Deylik, minimum maksimum degan narsa bo'ladi-yu. O'rtasini olgan bo'lsangiz, buni davleniyasi xo'sh joyda o'lchasangiz 8, 9, 10 gacha chiqadi. Agar buni motorda olib o'lchagan bo'lsangiz 5, 6, 7 xuddi shunaqa chiqadi. Chunki bu 2-3 paterol ketadi liniyani o'zidagilari. Endi buni kuygani qayerdan bilsak bo'ladigan akulamizga, kuygani o'zi avtomobil sekin siltashni boshlaydi yoki bo'lmasa avtomobil qizigandan keyin borib, avtomobil tortishi pasayadi yoki bo'lmasam o'zi avtomobil o'chib qolishi ham keladi akalar. Necha sovigandan keyin avtomobil ham benzin ishlab ketadigan bo'lsa, u sekin отказ qilishni boshlab qo'ygan bo'ladi. Endi bu narxiga keladigan bo'lsak, ham avtomobillarda benzin asosi narxi har xil. Endi qo'limdagi benzin asosi narxi где-то shu 50 ming, 70 ming atrofida akalar. Endi yana bitta omili bor, benzin asosi tez kuydiradigan. Mana xalq tilida pampers deyiladi-yu. Bu pampers bolalar pampers emas, bu avtomobilda pampers bo'ladi. Agar bu to'lib ketadigan bo'lsa ham, benzin asosi tortishga qiynaladi benzinda. Va nima bo'ladi? Tez kuyishlikka olib keladi akalar. Bu pampers ketdi, bitta omili va ikkinchi omil bo'lgan bo'lsa, bu benzin filtri bo'ladi. Bu benzin filtri ichkarlari uje kirga to'lgan bo'lsa, yana nima nagruzi keladi? Yana benzin asosi nagruzi keladi. O'shaning uchun pampersda har 5000 kilometrda agar avtomobilingiz benzin harakatdan bo'lsa 5000 kilometr almashtirasiz va benzin filtrini 10000 kilometrda almashtirib tursangiz, siz avtomobilingizda benzin asosi umri uzoqroq bo'ladi. Videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, agar like bosmasdan qitimlik qilayotgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Hali ham obuna bo'lgan bo'lsangiz, bizni deylik 10 ming, 20 ming odam ko'ryapti, qanaqadir obuna bo'lgisi kelmayaptimi? Bitta obuna bo'lib qo'ying. Sizga har doim foydali kontent qo'yamiz-ku. Obuna bo'lib qo'ysangiz xuddi shunaqa va sizga qanaqa shunaqa videolar olib chiqib berish kommentariy yozsalar ham, xudo xolasa, chiroyli qilib tushunchalar bilan tushuntirib beramiz. Jonlar sog' bo'lsin, sizlarga tabassum ta'kidlasa, Avtoprofessor kanali har doim sizlarga foydali ma'lumot berishda davom etadi. Har doim sizlarga tabassum tark etmasin va ketgan deylik 3-4 minut vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasiz. Vaqtingiz o'g'irladik 3-4 minut. Shunga rozi bo'lib qo'yasiz va duo qilib qo'yasiz. Bo'ldi.